muhabbat yaprog'ini o'sgan. Abbos akam yana yengisi bilan kelyapti. Bor o'zing qaragan, Akmal akam yo'q paytda o'zidan xo'jayin soladi. Bor qara. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi kelyapsizmi? Bekzod yaxshimisan? Ishlayapsanlarmi? Rahmat. Ha, yaxshi. Qaralaringizni qurilishni ko'rib chiqamiz, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Yuring jo'ra. Uylarimiz ham ancha bitib qoldi. Sizga va'da qilganim, bu ana 3-etaj. Bu qaragan balkon. Abbos aka, keling keldilar. Seni nima qilib yurtibman qanday bo'pti? Bilmayman. Bo'pti. Qarang qoling, qarang ko'rsatib tur. Xos kelaman. Yuring yo'q. Remontlari bormi? Mana onasi, bu detskiy plashatka bo'ladi. Tegi parkovka. O'zimizdan mashinalar qo'yveramiz shu yerga. Qala yoqdimi? Sizlarda qizlar ham ishlaydimi? Qani? Ana. Qani? Ana. Begini aytsanmi? Ani qizni aytyapman. U mana shu uyini ko'rgan, kelgan klientlardan bo'lsa kerak-da. Cho'tta tanish ko'rinyapti-da. Instagramda like bosadigan qizlaringizga o'xshayar ekan-a? Ha yo'q, odamga o'xshaydi-da. Yur ichkariga undan ko'ra. Bo'ladi. O'rtadagi 3-etaj. Anita Abbos akamlar kim bilan gaplashib turibdilar? Bilmayman. To'g'risi bilmayman. Abbos aka? Sizni chaqirishyaptimi? Yo'q, afzal deyapti-yu. Sen ko'rib turibman, hozir vaziyatni bilib kelaman. Tushunmadim. Kim bilan gaplashib turibsiz? Begi bor kelingga qarab ol. Kim u? Klient ekan, tushunmayotgan joylarni tushuntirib yubordim. Bo'pti, jonim, sen ketavergin, hozir kartangga pul tashib yuboraman. Xo'pmi? Gelikni minib ketsanmi? Bor, bo'pti, bor. Bor. Voy, xotinam shu paytda keladimi? Bilmayman, klient bo'lsa kerak-da. Begi borsan chopaga qarab kel. Kim u? Abrikda narsalarni tushunmabdilar, o'shalarni tushuntirib kelyapman. Onasi, men eski odatlarimni tashaganman, xavotir olmagin, xo'pmi? Yo'q-e. Gelik kaltini tez oling bu yoqqa, men uyga ketdim. Gelik kaltini? Abbos aka. Endi bu kim? Ajalim.